Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Berdiyev Javohir. Keling, sizlar bilan bugun Antigravity, ya'ni Google'ning ajoyib bir to'llaridan biri va yangi agent, ya'ni agentlaridan biri Antigravity haqida gaplashamiz. Antigravity o'zi kod yozish uchun, dasturlar qurish uchun siz nol bo'lsangiz ham, pro bo'lsangiz ham sizga ajoyib tarzda agent yordamida, ya'ni agent yordamida yordam beradi. Va bu mana bu yerdan boshlaymiz. Mana Antigravity'ga men bitta doc fayl tashladim, buni saqladim, aytdim. Mana shu doc faylda hozir menga nima qildim? Bitta sayt qilib, ya'ni step by step ko'radigan slaydlari bilan va ma'lumotlar. Hozir bu qadamgacha endi keyin kirib kelamiz. Hozir men bu buyruqni berib qo'yaman. Bu yerda hozircha men test papkam ichida hozircha eshitmayman. Bu qurishni boshlaydi va bu yergacha keyin yana kelamiz. O'zi qurishni boshladi. Bu yerda buyruq ketdi va bu yerda faqat doc fayl bor va mana shu doc faylni sizlarga to'liq tushuntirib beradigan menga bitta sayt qilib ber dedim. Va bu hozir menga plan tuzdi. Ya'ni qanaqa plan, kattaroq qilamiz. Ya'ni planda saytda nimalar bo'lishi, mana loyihani o'zbekcha yozgan, ya'ni ichiga nimalar olishi va important steklarida dark mode bo'lishi, integratsiya va Google'ning va nimalarda tuzishni xohlasangiz, masalan sizga bu holatlar hozircha hammasini to'g'ri deb qabul qilamiz va biz ishda davom ettiramiz. Endi Antigravity nima? Antigravity o'zi kod yozish uchun va agent tool, ya'ni oldingi toollardan buni qanday farqi bor? Ya'ni oddiy misol uchun siz o'tib Gemini'ga yoki Google'ga o'tib shunchaki buyruq berishingiz mumkin edi. Menga bitta sayt qurib ber. Ya'ni mana shu buyruqni siz shunchaki agentni o'ziga mana shu yerga tashlashingiz mumkin. Nima keragi bor buni? Bu eng yaxshi to'llardan biri, birinchi o'rinda bu agent. Ya'ni bu agentligini yaxshi tarafi bu sizga birinchi o'rinda plan tuzadi. Plan qildi. O'zi plan tuzib chiqdi. Nimalar kerak, o'zi nimalar qo'shishimiz kerak va kodlarni siz masalan mana bu yerda tuzdirsangiz, masalan mana shu yerda kodni tuzdirsangiz, siz bu kodni har birini olasiz, qo'yasiz, o'zingiz integratsiya qilasiz, ya'ni har bir faylni yaratasiz. Xatolari bo'lsa yana bu yerga aloqaga chiqishingiz kerak yoki o'zingiz to'g'rilashingiz kerak yoki testlash kerak bo'lsa o'zingiz testlaysiz. Va lekin bu agent bo'lgani uchun, ya'ni Antigravity, shu yerda sizga manfaatli bitta e'lon etib ketaman. Google'ni Pro versiyasini ishlatish, ya'ni sizga kerak bo'lsa, ya'ni Antigravity Flow ishlatish uchun sizga albatta Pro versiya kerak bo'ladi. Chunki tekin versiya uchun Flow ishlatma bermaydi, deyarli umuman ozroq beradi va Antigravity ham sizga ozroqgina foydalanishga ruxsat beradi. Va Plus versiya uchun ham xuddi shunday va Pro versiya uchun sizga ko'proq limit berishadi. Boshida sizga Pro versiya ham kichik chegirmalar berishi mumkin. Masalan uchun mana shuni $2 evaziga, lekin bu ham 1 oy davom etadi. Oshib borsa 2 oy. Va siz o'rganib qolganingizdagi hamma kodlaringizni, hamma ma'lumotlaringizni berib, videolar yaratishga o'rganganingizdan keyin bu $20 dan sizga og'irlik qilishi mumkin. Lekin menda hozir sizga yaxshi taklif bor. Xohlasangiz sizga deyarli shu $10 atrofida $10 ga men sizga 18 oyga 1,5 yilga o'tadigan Google'ni versiyasini qilish mumkin. Xuddi mana shunaqa link beraman. Mana bu linkni olasiz. Mana hozir bunda Gemini'ga o'tamiz. Hozir ko'rsataman. Gemini'ga o'tamiz. Bunda Pro versiya yo'q. Mana buni oldin yasab ko'raman. Mana upgrade qiling deb turibdi va upgrade ni bossam hozircha menga aytadi. Xohlasang mana buni olishing mumkin plusni, xohlasang buni bir oydan keyin $2 beraman, bir oydan keyin $20 dan to'laysan deydi. Endi mana shu linkni tashlayman. Xohlasam tashlayman, xohlasam ustiga bossam, mana OKni bossam, mana xuddi shunaqa link beraman sizga ham. Bu 18 oyga sizga biz limit, ya'ni ishlab beradi va bonusni qilingan va bu hozir men 11-kuni urayotganim uchun 11 bu link bir marta ishlaydi. Bemalol aktiv qilib olasiz. Mana link beraman, shunday aktiv qilasiz. Okay. Mana ulandi. Pro bo'ldim va 2027 yil, 2028 yilgacha menda endi Pro versiya bor. Mana buni o'chdi va menda mana ko'rib turganingizdek Proga o'tdi. Mana bu yerdan ko'rasiz. Gemini boshiga bir o'tik. Mana sizga endi Pro bo'yicha yangi an'ular taklif qilyapman. Mana Proga o'tdi. Mana ko'rib turganingizdek. Va
siz pastda $10 oyiga $0.5 ham to'lamasdan 18 oyga ishlatishingiz mumkin va boshqani akkauntida emas, o'zingizning akkauntingizda bemalol ishlatasiz. Va menda endi xotira bo'yicha ham, storage bo'yicha ham menda 5 terabayt xotira beradi. Ya'ni mana bu yerda va'da qilinganda nima berilsa, masalan, 4 karra limitlar yuqori, Gemini'da 3 dan yuqori limitlari, Google Flow, Anti-Gravity, Chrome'ga extensioni, AI Studio, Music, Finance, YouTube'da hatto premium versiyasini ishlatish va standart va 5 terabayt xotira hammasi sizga 1 yil, ya'ni 1,5 yil uchun pastda $10 atrofida mana member olishingiz mumkin. Mana men endi Gemini'da member bo'ldim, bemalol mana shuni ishlatishim mumkin bo'ladi. Siz ham xuddi shuni ishlatishingiz mumkin. Hozirroq kontaktlaringizdan Telegramga o'tasiz, Javohir Coder deb yozasiz. Coder. Mana shunday yozsangiz, mana shu adresda mana shu akkaunt chiqadi. Ya'ni mana shu Javohir Coder degan. Mana shu aloqaga chiqasiz. Aynan Javohir Coder deb yozilgan bo'lishi kerak va shunga chiqib siz Gemini so'zini yozsangiz sizga bonus qilib beraman, ya'ni YouTube'dan o'tgan. Va Anti-Gravity'ga ham ulash uchun mana shuni bosasiz, login qilinadi va login qilinganingizdan keyin mana shu Javohir deb bossangiz, akkauntingizni bossangiz, sign in qilsangiz, sizda Pro versiya orqali Anti-Gravity ishlashni boshlaydi va o'zingizda akkauntingiz bo'lganingiz uchun Anti-Gravity bezmuammo mana shunday Proga berayotgan limitini berib siz bilan ishlay oladi mana. Bu siz uchun o'zi testlaydi, o'zi kod yozadi, o'zi build qiladi, hatto o'zi testlab, o'zi sizni ishlaringizni natijalarini ham ko'rib, tahlillab boradi va xato bo'lib qolgan joylarini o'zi to'g'rilab boradi. Endi bizning ishimizda hozircha run so'rayapti. Hozir mana kod yozdi. Mana HTML da 400 qatorli kod yozdi va kodlarni o'zi yozib boradi. Endi hozircha bu ishda davom etaversin, biz suhbatda davom etamiz. Va buning eng yaxshi taraflaridan biri bunda ko'p mana o'zi hozir to'ldi, ochdi. Menimcha run qilishga tayyorlayapti. Working. Buni men ochmadim. Anti-Gravity'ni o'zi ochdi hozir. Va men ruxsatimni kutyapti. Mana ruxsat berdim. O'zi mana ishga tushirmoqda. Mana ishga tushirib o'zi testlayapti endi qarang. Mana men tegingim yo'q meshkaga, mana o'zi bosyapti. Mana men meshkaga teginganim yo'q. O'zi ochadi, o'zi testlaydi va o'zi tahlil qilib chiqyapti hozir qilgan ishlarini. Mana har birini ko'rib chiqyapti, lekin mana ko'rib turibsizlar, style'larda, dizaynlarda hali anchagina xatolar bor. Menimcha bularni ham hisobga oladi hozir. Va Anti-Gravity haqida hozir sizlar bilan yanada gaplashib o'taveramiz. Bu o'zi testlayveradi. Mana testlayapti, mana har bir papkani ko'rib chiqyapti va siz ungacha biz bu yoqda gaplashib tursak ham bo'laveradi. Xo'p, Anti-Gravity asosan dasturlarni qurish, ya'ni siz 0 bo'lsangiz ham, Pro bo'lsangiz ham, full stack bo'lsangiz. Endi qarang, Anti-Gravity 2 chiqdi. Anti-Gravity 2 ni qulay taraflarida yangi Gemini'da kuchli versiyalari qo'shilgan. Yangi o'zgarishlar ko'p, ular haqida hozir bitta projektni to'liq analiz qila oladi va CLI chiqdi, ya'ni Anti-Gravity CLI. Bu nima? Xuddi siz mana nima desa bo'ladi? Xuddi Codex yoki Cloudy ishlatib ko'rgan bo'lsangiz, ular asosan terminal orqali, ya'ni misol uchun hal qilinadi ishlar. Ana shu yerga buyruqlar yozasiz, terminal orqali bular ishni o'zi agent hal qiladi, ko'rib chiqadi va o'zi kod yozib boradi. Va endi SDK'si bor. SDK bu sizga qo'shimcha Google'ning servislariga dostуп olish uchun yordam beradi. Endi IDE bu development environment, ya'ni bu mana bu xuddi VS Code'ga o'xshab siz kodni umumiy holatini ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu o'zi ko'ryapti, masalan uchun qayerda mana tasking screenshot. Bu screen qilib boradi, ya'ni o'zini qanday ishlaydi, o'zi oddiy tartib aytganda brauzerga o'tadi.
Ya'ni mana shu joyda o'zi Tesla bitta skrin qilib oladi. Ya'ni shu skrinni o'ziga jo'natadi bazasiga, ya'ni yana xatolari bo'lsa to'g'rilashni davom etadi. Shunday holatda ishlaydi. Buni to'g'ri deb hisoblaydimi, xato deb hisoblaydimi, buni bilmaymiz. Chunki bu mana tepadagi buyruqlarni o'zi bosib ko'ryapti. Men bosib ko'rganim yo'q. Yuqoridan o'zi Tesla boryapti. Ya'ni har bir tochkani bosib, klik qilib va o'tib boryapti. Buni yaxshi tarafi birinchi o'rinda kod, masalan, strukturasi katta, juda katta, har biri bir-biriga bog'langan birinchidan. Va buni siz qanday ishlatishni bilmaysiz, nimaga ulashni bilmaysiz va buni hammasini sizga ko'rsatib, hamma bog'liqliklarni tushuntirib boradi. Endi davom etamiz. IDE bu development environment, xuddi VS Code kimdir kod muhitlarini ishlatgan bo'lsa, mana bunaqa VS Code bor edi. Shuni ustiga qurilgan bu ham. Ya'ni Visual Studio Code bor, ya'ni mana shu kod muhitingiz bor, ya'ni bunda ichida kod yozib borasiz. Buni menimcha dasturchilar o'zi tushunadi va xuddi shunga o'xshagan environment bor. Bunda ham xuddi bir xil VS Code ustiga qurilgan bu ham. Ichida faqat o'rnatib olganingizdan keyin antigravity muhiti chiqadi. Endi qanday o'rnatiladi va bular haqida endi hozir gaplashamiz bitta. O'rnatish, yuklash, ya'ni download belgisini bosasiz. Ya'ni download o'zizga birinchi o'rinda Moz Antigravity toolni tanlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni Antigravity asosan hozir 2.0, mana macOS uchun ikkita nusi bor. Eski modellar uchun Intel, yangi modellar uchun M1 chiplar uchun bu tool bo'ladi va Windows uchun ham bor. Linux bo'lsa Linux toollarini foydalanishingiz kerak. Masalan, bizlar macOS uchun mana shu toolni tanlaganmiz va yuklab olasiz. Yuklab olish, o'rnatish juda oddiy va kirganingizdan keyin sizga hozir men Antigravity bu ishlatgan vaqtda bu agent bo'lgani uchun men bir necha oynalar bilan ishlay olaman. Ya'ni chunki bu oynani davom ettiradi va men boshqa oynasi bilan ishlayman. Mana shunday oyna ochiladi birinchi o'rinda. Ya'ni sizda mana shu oyna ochiladi. Ya'ni birinchi o'rinda bu yerda papka, ya'ni qaysi asosiy muhitni ko'rsatib turadi. Ya'ni Google Data Cloudga yuklab olishingiz va siz Google Data Clouddan foydalanishingiz mumkin mana shu orqali. Hali ish davom etyapti. Endi bu tarafda sizni kod mana shu agentga beradigan buyruqlaringiz. Endi agentga beradigan buyruqlar va bu tarafda coding environment. Xuddi VS Code kim ishlatgan bo'lsa, bu tarafda yaxshigina biladi. Ya'ni Explorer, Search, ya'ni Git bilan bog'lash joylari, debugging va extension, hatto extensionlarni ham xohlaganingizda o'rnatib, ya'ni VS Code'da nima ishlatgan bo'lsangiz, shularni o'rnatib ishlatishingiz mumkin. Va bu testni ikkinchi qismini boshladi. Bir sirama testlab oldi, ikkinchi qism testni boshladi hozir. Ya'ni birinchi qism testni ko'rdi, nimadirda xato deb topdi va bu yerda o'qib borsangiz ham bo'ladi. Men hozir o'qimadim, sizlar bilan gaplashgan holatda. Mana har bir holatga o'zi yozib, o'zi testlab nima qilayotganlarini ko'rsatib ketadi. Hozir mana bu yerda aytayapti. Bu asosan elementlarni tekshiryapti. Mana boya 7 ga mencha bosganda promoy o'tmaganga o'xshaydi. Mana men bosa olmayman mana. Men o'zim bosmoqchi edim, bosilmadi. Sen kliking qilma deyapti mana. Chunki bu o'zi testlayapti va test jarayonini buzib qo'ymaydi. Xo'p, bo'ldi. Endi birinchi o'rinda papka ochishingiz kerak. Ya'ni o'zi misol uchun oldin ishlatgan ishingiz bo'lsa, misol uchun biron bir ish bo'lsa tashlashingiz yoki boshqa yangi ish yaratishingiz mumkin. Hozircha biz bu ishda ishlayapmiz. Va unga qanaqadir qo'shimchalar qo'shishingiz, xatolar bo'lsa to'g'rilashingiz, hammasini mana shu agent orqali aytsangiz, agent uni topib, qayerda xatolik bor va qayerda to'g'rilash kerak, har bir holatda o'zi o'rganib chiqib to'g'rilab beradi. Endi birinchi o'rinda modellar haqida tanishamiz. Modellar bu yerda media yuklashingiz mumkin. Actionlari, ya'ni Chrome extension, ya'ni mana shu extensionlarni Android CLI-lardan, SDK'lardan foydalanishingiz va birinchi o'rinda eng kuchli hozirgi kunda Gemini'da 3.5 Flash modeli bor. Xudo xolisa Pro ham yaqinda qo'shiladi. 3.5 Pro, 3.1 Pro ham bor. Cloudy Sonnet 3.6 bor. 4.6 degan, 4.6 va GPT-ni OS dan ham foydalanar ekan. Ya'ni bu o'zi ochiq manbali, menimcha manbali bo'lsa kerak, ya'ni
Cloudy va mana bu yerda o'zi test jarayonidan App.js'ni ochib ko'ryapti. Bu CSS kodlarni hatto brauzerda ochib testlab ko'ryapti hozir bizlarga. Ko'p vaqt olar ekan-ku, ya'ni biz hali ancha bo'ldi gaplashayotganimizga. Bu hali ham ishlayapti, lekin bitta narsa bu testlayapti hozir. Bu testlagan uchun endi test jarayonini to'xtatamiz. Bizga kerak emas. Stop qilamiz. Bo'ldi, test jarayonini men to'xtataman, lekin bu yerda hozir xatolarni bu bitta narsa, bosh sahifaga agar qayta olsam, mana buni kartalar juda kichkina bo'lib qolgan, men yozaman. Mana endi buyruq qanday ketaman? Men aytaman. Mana buni screenshot qilib tashlasam bo'ladi. Mana screenshot olaman. Mana tashlayman. Hamma, misol uchun o'zbekcha yozsangiz ham bo'ladi. Hamma slaydlardagi kartlar juda kichik va yozuvlar qisilib qolgan va o'qib bo'lmaydi. Masalan, o'qib bo'lmaydi. Shuni to'g'irlab berdingiz. Ya'ni o'qishga qulay bo'lishi kerak deyman. Mana bu hozircha mana shu to'g'ri. Endi keyin bitta narsani aytaman. Sizga kirgan paytingiz birinchi o'rinda siz qaysidir sizda Pro o'zi bo'lishi kerak. Ya'ni bu iloji boricha Pro versiyada ishlaydi. Tekinda ham ishlaydi, tekinda limiti kam. Gemini Pro bo'lsa, bitta narsani aytaman. Gemini Pro'ni o'zi men yozaman hozir Gemini Pro. Pricingni o'tmadik. Hozir pricing. Hozir pricingni bu yerda ko'rsatma ekan. Bu iStudioga o'tib ketdim men. Mana. Xo'p, benefitslarni ko'rsangiz, mana shu yerda Pro versiyasi bor. Ya'ni Pro versiyada bu necha pul deyapti, qarang. Pro versiyada sizlarga $19 oyiga 5 terabayt xotira beradi va siz uchun mana bu yerda pastda ko'radigan bo'lsak, xo'p, mana Coder Faster uchun siz uchun Google uzr. Bu teslab ketishni boshladi. Mana Pro uchun sizga anti-gravity, ya'ni coding uchun qarang, masalan, siz mana shu bitta Google Pro olishingiz bilan nimalarga ega bo'lasiz? Siz Google Pro'ni o'zi, masalan, Gemini'ni o'zida xuddi ChatGPT, Cloud'dagi eng kuchli model Google'nikida ishlata olasiz birinchi o'rinda. Ikkinchida deep search ya'ni yuqori izlanishlar va Plus versiyasidagi keyin Gmail inbox va AI ishlayotgan hamma toollarida video yarata olasiz. Ya'ni muzika yaratish, video yaratish, Flow orqali 1000 kredit beradi. O'zingizda Gemini'da o'zida 3 tadan kuniga yarata olasiz. Study uchun ishlatishingiz mumkin, searchlar, deep searchlar, ya'ni coder uchun, ya'ni anti-gravity uchun ham, ya'ni bu iStudio uchun limitli beradi. Endi bular hammasi limitli bo'ladi. Biz limit hech qaysi, hatto Ultras'da ham biz limit emas. Ultras hozircha $100 ekan, 20 terabayt va buni ham planni ko'tarsa bo'ladi, lekin va anti-gravityga sizga beradi. Bemalol foydalanishga ruxsat beradi. Ya'ni hatto mana supercha Android developer with Exchange, ya'ni Android dasturchi bo'lsangiz, undan ham sizga ko'proq qulayliklar bo'ladi. Barchasini to'g'rilaymiz. Qilib chiq deymiz. Qilib chiq va yozuvlar qisilib qolmasin. Testlama deymiz. Natijani o'zim tashlayman deymiz. Natijani o'zim tashlayman. Endi boshqa narsaga o'tib ko'ramiz. Mana flash heights ga o'tamiz. Endi kattaroq, ya'ni mana
height bu baland, ya'ni yuqori o'ylash va yuqori analiz qilish bo'yicha. Mana shu yerda qo'shimcha slaydga qo'shimcha joy ochaman deb juda kichik qilib qo'ygan. 100 VH to'g'ri, lekin VW paddingda xato beribdi. Bo'ldi. Mana shu paddingni olib tashlasak bo'ldi ekan. O'zi to'g'riladimikan? Ha, ko'ramiz. O'zi to'g'rilalmadi. Shuncha ozroqgina coding skill mahoratingiz bo'lsa yaxshiroq. Mana antigravity bilan mana endi mana odam bashara bo'ldi. Qarang, bitta narsani shu yerda isbotlab ketdik. Antigravity mana shuncha cho'zildik, yozdik, mana o'zing to'g'rila dedim. Ko'rdi, qaradi, rasmga tashladim, lekin oddiy o'zini bitta xatosini to'g'rilab bera olmadi. Mana shu narsa muammo. Bu nima ekan? Bu yerda slaydlar bo'ldi. Endi qarang, mana yasadi, lekin zo'r yasadi. Bitta xato, kichik xato bo'ladi, lekin u narsa yonamas. Qarang, mana antigravity first testning g'oya tayyor markazi, ya'ni bu API'lar, debugging, ya'ni debug qilish, testlash, UI uchun juda zo'r deyapti. Va endi antigravity nima? Antigravity bu developer uchun agent, ya'ni topshiriqlar avtom ishlaydi deyapti. Va amaliy vazifalar, ya'ni backend yoz, Firebase ula, UI ni o'zgartir. Misol uchun aytyapsiz-ku, UI ni o'zgartir yoki misol uchun hamma aytishi mumkin. Shu kodga dark va light modni qo'sh deymiz. Uni ham qo'shib beradi. Keyin mana antigravity loyihani yaratishda Firebase mana loyiha boshlandi. Mana bu shu mana bu yerda men hozir dark mod, light mod qo'shdim-ku, endi boshlab birinchi o'rinda mana nima qilayotgani. Endi bu yerda working analysis deyapti. Siz uncha tushunmasligi mumkin, ammo bu yerda salgina ko'rsatib ketadi-yu, lekin juda sizga uni bo'lmaydi. Keyin siz bemalol shu komandlarni berishingiz mumkin, ya'ni agentga ishga tushirish va kuzatish va yagona interfeyslar beradi. Ya'ni misol uchun endi qarang, keyingisi antigravity bilan o'zi nima bilan farq qiladi? Birinchisi desktop app qo'shilgan, ya'ni desktop uchun app qo'shilgan. Nima yo'q edi? Muhitida ishlash, ya'ni ID, ya'ni developer environment muhitida ishlash yo'q edi. Mana shu narsa qo'shildi. Keyin Firebase Android Studio'lar bilan ishlash muhiti qo'shilgan va Android Studio bilan ishlash qo'shildi. Keyin hozir nega antigravity yaxshi? Birinchi o'rinda kod yozish, agent to'llari bo'yicha eng to'liq ekosistemni tashkil qiladi. Ya'ni ekosistemimiz to'liq. Ya'ni front-end, back-end, security testlar. Endi mana bu yerda xususiyatlar, ya'ni multi agent, ya'ni bir vaqtda bir nechta agentlarni ishlata olasiz uchun. Parallel ishlaydi. Ya'ni front-end, back-end testlar hammasini bir vaqtda qila oladi. Keyin background tasklar, ya'ni terminalda ya'ni band qilib, ya'ni ishlaydi, ya'ni to'liq interfeys, ya'ni interfeys degani mana to'liq interfeysni ko'rib tura olasizda siz. To'liq interfeyslar ko'ra olasiz. Hozir dark mode, light mode button qayerga qo'shdi? Mana bu ekan. Tasqlarga buttonga men topolmayman, ko'rmayapman. Button qani? Toggle. Xo'p, endi keyin Google ekosistemlari bilan zo'r ishlaydi. Google'ning eng muhim jihati Google'ning o'zi ekosistemasi. Firebase, ya'ni Android, Google iStudio bilan chuqur integratsiyaga ega. Endi asosiy imkoniyatlari, ya'ni misol uchun mana qarang, qanaqa chiqarib bergan. Har birini ustiga bossangiz ochilishlarigacha hisob qo'ygan. Men ko'rdingiz, boshida bittagina kichik buyruq berdim.
ikkinchi dark mode, light mode, button qo'sh headerga deylik. Headerda chiqmayapti-ku, yo'q. Men nimadir xato qildim. Xo'p, endi standart, ya'ni standart Elon desktop app, ya'ni appni ko'rsatdik. Hozir mana app oddiy ko'rsatdim hozir. Yana qo'shimchalari bor. Uni tugmalar qachon qo'shilgan va slaydlar chap tomonda qo'yilgan. Qo'shilgan deyapti. Bir marta Shift R'da bos deyapti. Mana qo'shilgan ekan. Men obnovlение qilmay ana qo'yapman. Mana qarang, ko'rdingizmi? Bu menga aytayapti qo'shilgan deyapti. Просто deyapti, brauzerda bir marta check qilib dedi ana. Mana. Endi light modni ham qo'shib berdi. Biroz light modda endi keyin kamchiliklari bor. Misol, shunaqa kamchiliklari bo'lsa, light mod subtaslarga, ya'ni sub agentlarga, ya'ni sub agent degani kichik agentlarga bo'lib hal qilishi, schedule, ya'ni time'ga qo'yib ishlashi, ya'ni vaqtga qo'yasiz, shu vaqt ichida check qilib turadi. Keyin integrity ID, ya'ni bu editor, agent panellari hammasi bitta joyda yig'ilishi, CLI boya aytdik, CLI, uni terminal orqali sizda CLI orqali ishlashi. Keyin faster, ya'ni haqiqatan tez, SDK, ya'ni SDK bu o'z tizimimizga, ya'ni agent dasturlariga ulash va Google interfeyslari. Integrity yana bitta narsasi yaxshi, siz har bir o'zgarishingizni ko'rib bora olasiz, ya'ni review qilib bora olasiz. Nimani o'zgartirdi, ya'ni bu yerda nima uchun qo'shdi, nima o'zgartirish bo'ldi. Hozircha darsimiz uzun bo'lib ketmasligi uchun qisqa mana shu loyiha bilan tugatamiz. Lekin bitta narsani biling. Biz xudo olsa, agar kommentariyada ko'pchilik va layklar bilan qo'llab-quvvatlasa va biz kattaroq bitta programma yasab ko'ramiz. Backend'i ham bor, frontend'i ham bor, adminkasi ham bor, bitta loyiha yasab ko'rsataman. Agar qiziq bo'lsa, go deb yozib qoldiring izohlarga. Xudo olsa, bu birinchisi emas, xudo olsa davom etamiz. Hammaga rahmat, hozircha salomat bo'lasizlar. Integravity'ga xush kelibsizlar.